Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Endi Rossiyadagi o'zbekistonliklarga bepul bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekistonlik migrantlar Sankt-Peterburgda bepul yuridik yordam olishi mumkin. Ushbu yordamni O'zbekistonning qo'shnisi Qirg'iziston fuqarolari ham olishi mumkinligi aytilgan. Bu bo'yicha O'zbekiston Migratsiya agentligi va Qirg'izistonning Sankt-Peterburgdagi bosh konsulligi va Sankt-Peterburg advokatlar uyushmasi o'rtasida kelishuvga erishilgan. Shuningdek, mehnat migrantlarining huquqiga aloqador masalalar bo'yicha bepul ma'ruza va seminarlar o'tkazish, ma'lumotnoma, tahliliy va uslubiy materiallar almashish belgilangan. Rossiyaga farzandi bilan kelayotgan xorijliklar uchun ma'lumot. Rossiya ichki ishlar migratsiya xizmati bolalarga ham registratsiya qilish va uni uzaytirish shartlarini eslatmoqda. Xorijlik o'zining mehnat patenti asosida farzandining registratsiyasini uzaytirib olishi mumkin. Agar xorijlikning Rossiyada bo'lish asosi bo'lmasa va bolasiga ham hujjat qilib bera olmasa, u mamlakatni tark etishi shart. Xorijliklar reyestrga tushib qolganida bolalarni bog'cha va maktablarga joylashtira olmaydi. Hujjatsiz bolalar ham reyestrga kiritilishi mumkin. Bolalari ta'lim muassasalariga qatnamaydigan ota-onalar fuqaroligidan qat'iy nazar majburiy qoidabuzarliklar sodir etadi. O'z majburiyatlarini qo'pol buzganlarning Rossiyada bo'lishi nomaqbul deb topilishi va ularga kirishga bir umrlik taqiq qo'yilishi mumkin. 2026 yil 28 yanvardan boshlab Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Maorif vazirligi migrantlar bolalari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan o'zaro almashishni boshlaydi.